Chaqaloqlarni tug'ilishi bilan ishlatishga mo'ljallangan allergiya bermaydigan bepul mahsulotlar bilan to'liq tanishamiz. Chaqaloqlarni qornida gaz yig'ilganda, har xil og'riqlar bo'lganda qorniga surtib massaj qilish uchun krem. Chaqaloqlarning terisida tabiiy va allergik toshmalar toshganda qizarish va qichishishlarni oldini olish uchun 90% aloedan tashkil topgan krem. Chaqaloqlarni va bolalarni kuchli quyoshdan himoyalovchi suvga chidamli SPF krem. Kichkintoylarda pampersdan keyin qizarishlar, tirnashlar va achishishlarni oldini oluvchi va davolovchi krem. Tanani qurib qolishida yuz va terini chuqur namlantiruvchi krem. Nozik terini chuqur va yumshoq tozalovchi, tinchlantiruvchi xususiyatga ega hidsiz sovun. Massaj uchun yog' terini tinchlantirib, yumshatib va namlantirib beradi. Chaqaloqlarni tog'orada cho'miltirish vaqtida terini yumshoq tozalaydi va namlantirib beradi. Tana qismidagi namlikni yutib qurituvchi prisipka. Sochlarni mayin va yumshoq tozalovchi, ko'zlarni achishtirmaydigan shampun. Geldli dush boshdan oyoq yumshoq va chuqur tozalaydi, tanani namlantirib, ko'zlarni achishtirmaydi. Farzandingizni uxlashdan oldin cho'mildirganingizda tanani yumshatuvchi va tinchlantiruvchi xususiyatga ega cho'milish vositasi. Terini namligini saqlab turuvchi 99% spirtsiz vlajniy salfetka. Farzandini parvarishlash vaqtida allergiya bilan qiynalayotgan oilalarga ushbu videoni yuborib qo'ying. Narxini bilish uchun kommentariyada plyus qoldiring. Video davomida ko'rsatilgan barcha mahsulotlarni Fogi do'konlarimizda xarid qilishingiz mumkin. Fogi siz va farzandingiz uchun qayg'uradi.